kutilmagan ish mani videoyimda, faqat mani videoyimda Xerobrин kepti. Kelib, mani videoyim uchun. Narigi ko'chadan qaytib ketib qopti. Hammaga salom, men o'sha Minecraft, davay Minecraft o'ynaymiz. Davay men o'sha kreditni nasl oldim. Videoni qilishga erindim, davay. Ana katta daraxt qaraylik ko'rasizlar. Ana uchish kerak, kesib tashlash kerak. Ko'rasizlarmi? Hatto parkour qilib kelib qoldim shu payt. Qilolmayman, nima qilishga harakat qilaman. Men bilmayman shu. Ana qilolmadim. Bitta o'tdim. O'taman emas. Daraxt chopkim kelyapti, lekin chopkim kelmayapti. Mayli, chopamiz. Go, let's fucking go. Bir stak bo'lsa keyin chopmayman. Davay. Uni chopamiz. Mana uzun, shunaqa ham uzun bo'ladimi, ha? Daraxt. Bu daraxt nomi nima? Bilganlar kommentariyada yozib ketsin, ha? Daraxt nomi nima? Men bilmadim. Shuning uchun kommentariyada yozib ketinglar. Mana bu taxta qo'yib bo'yim yetmayapti. Bo'yim yetishi mumkin. Minecraftga kichkinamiz. 2 blok, 3 blok menimcha. Shunaqa qilib chiqolmasa xo'p. Tushib ketdi. Uzr. Mana shunaqa tushib ketaman-da o'zi. Keyingi urinishda balki tushib ketmas. Mana yaxshi. Tushib ketmadim. Endi men yo'llarimni to'ldirib olib, yana 2-3 blokka chiqsam, shunda ozgincha yetaman. Bo'lmasa yetolmayman. Tak, endi chiqmay, mana yetib kelibman, mana o'sha bashli. Qaranglar, endi buni chop bo'lamiz-ku. Hali bizda yo'llarimizda ko'p daraxtlar bor. Bularni menimcha har bitta videoda bittasini chop tashlayman. Chunki ko'p yillar so'rashinglar mumkin. Nega daraxt chop bo'lsin? Ekologiyani dabdala qilib tashlaysan-ku deb. Minecraftda daraxt urug'lari tushadi. Daraxt ekib qo'ysangiz, ulardan urug'lar pashli 20 ta 30 taga yarasha tushadi. Undan daraxtlar ko'p pala tushadi. Shunaqa qilib biz daraxtlarni ko'paytira olamiz. Mana yomg'ir ham yog'yapti. Nimadir ish qilsam yomg'ir yog'adi. Bu falokatmi yo falokat emasmi bilmadim. Endi buni pastga tush, daraxt qil, taxtaga aylantir. Mencha endi bularni chop bo'lganimdan keyin, hammasini yig'ishtirib olganimdan keyin buni taxtaga aylantiraman. Taxtaga aylantirsak 1 stak daraxt necha taxtaga aylanarkan? Kommentariyga yozib ketinglar. Zo'r bo'lsa kerak-a. Shu uzun chop tashlaman. 1 stak. Endi taxtaga aylantirib olamiz. Qo'yamiz. Tak. 3 stak. Yes. Adashmasam taxminan 5 stak bo'lsa kerak. 5 stak. Yo'q, adashimman. 4 stak ekan. Endi biz bundan mayli, kichkinagina o'zimizdan yonimizdan o'rab qo'yaylik, kichkinagina. Ana zombilardan himoyada endi. Boshqa chora yo'q, chunki zombilar, klipperlar kelib qolsa, dabdalamiz chiqarib tashlaydi. Shuning uchun ham sekin 2 blok yetar. Chunki ko'p moblarniki adashmasam 2 blok. Faqat Endermandan tashqari. Tak. Mana bu yerni ham o'rab olamiz. Qo'lim qiyshuvligini ko'rib turibsiz, mana qiyshib qo'yardim o'sha. Tak, uyga kiramiz. Nima qilamiz? Taxtalarni joyiga qo'yamiz. Lekin buncha taxta ko'p. Men nima qilaman deb o'ylaysizlar? Hozir ko'rsataman. Ko'chaga chiqamiz va mana bu yerlarni katta uzun qilib qishloqni o'rab turadigan qilib devor quraman. Xudo xolisa qaysidir qismlarda, qaysidir videolarda. Endi oltin olma g'ajiymiz. Endi sizlardan kattakon iltimos, like bilan obuna bosib qo'ying.